İsmim Ozbek. 2002-yilda Buxoro shahrida tug'ilganman. Maktab tugatgandan keyin aynan Ichki ishlar vazirligi akademik litseyida tahsil olganman 3 yil va o'shandan keyin akademiya topshirganmiz. Aynan 203 ball bilan, ya'ni 2 ball yetmay qolganligi sababli akademiyada yiqilganman o'qishdan. Bir semestr o'qiganman, undan keyin to'g'risi u tizim menga yoqmagan, o'qishlar yuzaki bo'lgan, to есть o'z joyimni topolmaganman shu yerda. O'qishni yana отказ qilganman. Unda hayot majbur qilgani uchun ya'ni ishlash chiqib. Chiqqanman, bitta oshxonada aynan oshpaz bo'lib ishlaganman. Ya'ni juda ko'p sohalar ko'rilgan toki tradingga kirib kelguncha. Bular o'sha IT bo'lgan, undan tashqari chet elga ketish ham anaqasi bo'lgan. Bu yerda aka Abdurahmon anaqalarni ko'rib chiqib, o'sha bilganman Triplar akademiyasi bor. Unda ko'rgan paytimda hozirda o'sha o'zimizning ustozlar Shadiyev Mirjalil Sardorbek Sharaf aynan biz bilan bitta maktabda o'qishgan ular. Ya'ni bularni maktab paytida taniganman. O'zi qancha kapital boshqarasiz? Hozirda o'sha aka Abdurahmon tomonidan, ya'ni fonddan tortib berilgan puldan $1 million ortiq bo'lgan kapitalni boshqaraman. Assalomu alaykum Avaz aka. Assalomu alaykum. Avaz aka, o'zingizni qisqacha tanishtirib, boshlanishiga tradingga qanaqa kirib kelgansiz? Bizga aytib bera olasizmi bir boshdan hammasini? Ismim Ozbek. 2002-yilda Buxoro shahrida tug'ilganman. Xo'p, tradingga qanaqa kirib kelgansiz? 2002-yil Buxoro shahrida. Buxoro shahrida tug'ilganman. Tradingga kirib kelishim sababi buni tarixi juda bir uzun bo'lgan. Boshdan gapirib beradigan bo'lsam, ko'pchilikda o'sha boshi xuddi muvaffaqiyatsizlikda boshlanganday ko'rinadi. Sababi o'sha maktabni bitirganimdan keyin aynan qiziqishim o'zi harbiy sohaga bo'lgan va maktab tugatgandan keyin aynan Ichki ishlar vazirligi akademik litseyida tahsil olganman 3 yil va undan keyin Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga hujjat topshirganman. Va hujjat topshirgandan keyin aynan o'sha paytda birinchi omadsizlik shunaqa bo'lganki, aynan men 3 yil o'qiganman va bizdan keyingi kurslar aynan 2 yil bo'lgan. Ya'ni 3-chi va 2-chi kurs bir vaqtda bitirgan, lekin kvota o'sha bir xil. Va o'shandan keyin akademiya topshirganmiz. Aynan 203 ball bilan, ya'ni 2 ball yetmay qolganligi sababli akademiyada yiqilganman o'qishdan. Va yiqilganimdan keyin yana Buxoro kelganman, o'qishni davom ettirish niyatim bo'lgan. O'qishni davom ettirganman, undan keyin Buxoro davlat universitetiga turizm fakultetiga o'qishga qabul qilinganman, lekin bir semestr o'qiganman. Undan keyin to'g'risi u tizim menga yoqmagan, o'qishlar yuzaki bo'lgan, to есть o'z joyimni topolmaganman shu yerda. O'qishni yana отказ qilganman va undan keyin unda hayot majbur qilgani uchun ya'ni ishlash chiqib. Chunki shuncha yil o'qidim, ota-onam shuncha anaqa xarajatlarni qoplab berishi o'sha imkon bo'lmagan, ya'ni ishlash kerak. Chiqqanman, bitta oshxonada aynan oshpaz bo'lib ishlaganman va 2 yilcha ortiq u yerda ishlaganman. U yerda ham qanday desam, ya'ni yoshlikdan aynan o'zim bilim sohasi, ya'ni ilm sohasiga ketganman. Birdaniga boshqa muhitga tushib qolganman. Ya'ni u yerda hech kimda maqsad yo'q, to есть bugun kunim o'tsa bo'ldi, boshqa, ya'ni hech kim bosh ishlatib nimadir qilish kelmaydi. Undan keyin yana nimadir yangi qilish, to есть qiziq bo'lgan. Ya'ni juda ko'p sohalar ko'rilgan toki tradingga kirib kelguncha. Bular o'sha IT bo'lgan, undan tashqari chet elga ketish ham anaqasi bo'lgan. Variant bo'lgan u ham. Keyin Instagram ko'rib turgan paytimda o'sha aka Abdurahmon videolar kelib chiqqan. Shunaqa soha. Soha hali bilmaganman, bu vaqtda hech qanaqa xabarim yo'q. Birinchi aka Abdurahmon ko'rganman, to есть lekin qanday desam, trading bo'yicha ochib berilmaganda, dastlabki o'zim shunaqa analiz qilganman. U yerda lifestyle qanday ochib berilgan. Undan keyin o'sha paytda Buxoroda aynan trading kursi sotadiganlar bor-da bir nechta. Aynan men qiziqishim ularda bo'lgan. Dastlab aka Abdurahmon bilan bo'lmagan. Ya'ni ular qanaqadir mashinasini ko'rsatadi, qanaqadir razgon qilib, qanaqadir summalar, dastlab qiziqish bunga bo'lgan. Birinchi dastlab ularga telefon qilib bog'langanman. Ya'ni shunaqa o'qimoqchiman, shunaqa. Ular aytishganki, "Davay, o'qiysan, 1 oy, lekin kurs narxi $1000." Okey. Keyin bu yerda aka Abdurahmon anaqalarni ko'rib chiqib, o'sha bilganman Triplar akademiyasi bor. Unda ko'rgan paytimda hozirda o'sha o'zimizning ustozlar Shadiyev Mirjalil Sardorbek Sharaf aynan biz bilan bitta maktabda o'qishgan ular. Ya'ni bularni maktab paytida taniganman. Ko'ryapman, to есть o'zimizda tanish va boshqa. Bularni bilan suhbatlashdim kelib. Ya'ni shunaqa
Bular ham o'sha paytda, ya'ni u yomon, biz yaxshi degan variant berilmagan. Ya'ni o'zing tanlov o'zing qo'lingda. Xohlasang 1 oylik kursga bor, xohlasang 6 oylikka kel. Lekin o'sha paytda endi narx jihatdan bu yer qimmatroq. Lekin keyin fikr qilib ko'rganman, ya'ni rostdan ham 1 oylik kurs $1000 berib o'qiyman, undan keyin nima bo'ladi? 6 oy mehnat qilib nima bo'ladi natijasi. Va undan keyin to'g'ri mablag' kirib kelishda anaqa bo'lgan. Bir balo qilganman, ilojini qilganman, ish qilib u yerdan bu yerdan qilib, aslida kurs boshlangan, undan keyin shu o'qish davom ettirilgan. O'qish paytida o'sha rostdan ham professional dasturda ishlangan va undan keyin aynan o'qishni bitirganimizdan keyin savdolar jarayonida prop shotlar dastlab bo'lgan. Ya'ni manda deylik, real hisob bo'lmagan hech vaqt, katta real hisob bo'lmagan. Prop shotdan boshlagan. Prop shotdan boshlab aynan bitta prop shotni 6 oy muddat uzoqligida davom ettirganman, ya'ni stabil. Ya'ni 6 oy muddat, eng kichik o'zi prop shot. Ya'ni prop shotdan asosiy maqsadim bu pul chiqarish emas, prosta o'zim reputatsiyani tayyorlash bo'lgan. Ya'ni bilardim, hozir agar pulga fokus bersam, dalcha reputatsiya bo'lmaydi. Va undan keyin o'sha prop shotdan asosiy maqsad shu reputatsiya. Bilardim, agar buni imtihondan o'tgandan keyin baribir aka Abdurahmondan investitsiya olish masalasi bor. Va rostdan ham 6 oydan keyin imtihonlardan o'tib payoutlar qilganman. Va bitta prop shotni o'zida bir 5 marta yoki 6 marta payout qilganman. Eng kichik shotda. O'sha paytda o'sha menejerimiz Javohir aka aytardi, "Sen prop shotga insof qilmading. Ya'ni o'zing sotib olgan pulni ham даже qaytarib olding prop shotdan." Va undan keyin aynan shu kichik hisobdan qolgan qismi, ya'ni investitsiya, ya'ni kattaroq. Undan keyin aka Abdurahmon jamoaga taklif qilganlar. Jamoaga kirgandan keyin real investitsiya olib, hozirgacha ishlab kelmoqda. Zo'r, juda ham zo'r. Bugungi kunda bu yoqda qanaqa pozitsiyadasiz, natijalar qanaqa va o'zi qancha kapital boshqarasiz? Bugungi kunda aynan Triplar akademiyasida nazariy jihatdan mentorman, ya'ni nazariy dars beradigan mentorman. Va undan tashqari Abdurahmon akani komandalarida treyderman. Va hozirda o'sha aka Abdurahmon tomonlaridan, ya'ni fonddan tortib berilgan puldan $1 million ortiq bo'lgan kapitalni boshqaraman. Juda ham zo'r, ajoyib. Mana Avaz aka, siz aytdingiz, mana shunaqa payoutlar qilganman. Qanaqa bo'ladi hissiyot? Masalan, birinchi tradingdan ishlab topgan pulingizni hissiyoti qanaqa bo'lgan va uni esla olasizmi, nimaga sarflaganingizni? Shunaqa. Ya'ni birinchi payout qilganim bu o'sha paytda $10 ming hisob bo'lgan, meniki birinchi hisobim. Birinchi payoutim juda katta bo'lmagan, chunki menga aytishganda, ya'ni agar qoidalar bilan ishlamagan bo'lsang, shuncha mehnat qilib o'tganingga qaramasdan pulni chiqarib bermaydi. Okey deganman, chiqarib bersa yoki chiqarib bermasa. O'sha paytda payoutim $200 bo'lgan, birinchi qilgan payoutim. $200 bo'lgan, $200 pul rostdan ham siz aytganday, o'sha paytda mana bu oshxonada ishlab men ko'proq pul topganman, lekin 1 yil o'qib, shuncha mehnat qilib, kamroq pul. Lekin buni siz aytganday emotsiyasi boshqacha bo'ling. Ya'ni rostdan ham shuncha harakat qilsam, pul topib bilar ekan. Birinchi qilgan investitsiyam asosan yana qaytib investitsiya qilganman tradingga o'ziga. O'sha olgan pulimga yana kattaroq hisob sotib olgan. Zo'r. Mana mentorlikdan tashqari Avaz aka o'zingiz ham fondda kapital boshqarasiz. $1 million ortiq mablag', bu kichkina mablag' emas, to'g'rimi? Siz o'zingiz asosan qaysi aktivlarda, qaysi yo'nalishda ishlaysiz trader sifatida? Trader sifatida asosan o'sha boshlanishidan menda shunaqangi aniq sistema bo'lgan, ya'ni har bitta parani analiz qilib chiqqanda nimada har bitta parani analiz qilganda uni xarakteri qaysidir insonga to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi. Va o'sha paytda aynan menga mana bu HowUSD yoki indekslarda ishlash to'g'ri kelmagan. Ya'ni meni xarakterimdagi, tipimdagi unaqa para emas va menda valyutni paralar ko'proq to'g'ri kelgan. Ya'ni bu yerda shovqin pastroq, manipulyatsiya kamroq. Va aynan hozirgi darajada, ya'ni katta $1 million kapital boshqargan paytda aynan xavfsizroq para bu ekanligini tanlagan. Va hozirda o'sha komandamizda ham yigitlar bor. Ya'ni bizda hamma bir xil ishlamaydi. Kattaroq time frame da ishlovchi treyderlar bor, kichik time frame da ishlovchilar bor. Ya'ni bu hammaning xarakteridan kelib chiqqan. Ya'ni kimdadir tezroq savdo qilish kerak, ya'ni har kun savdo bo'lish kerak. Kimdadir sabr bor, uzoqroq muddatga savdo qilish mumkin. Menda aynan shunaqa ikkinchi tip to'g'ri kelgan. Ya'ni men sabr qilib bilaman. Rostdan o'sha aytganday 5 oy yoki 6 oy sabr qilganman, o'sha pul chiqargancha. Ya'ni keyin o'zimga shunaqangi sistema tuzganman. Men kattaroq time frame da ishlayman. Undan tashqari qolgan ishlarimga ham uspet qilishim kerak degan. Ya'ni bitta faqat hayotda trading emas. Undan tashqari aytganimizda hozir
o'zimizning o'quvchilarga dars beryapmiz, undan tashqari o'zimizning tajribalarimiz bilan ular bilan ham bo'lish. Doimiy Asosiy ravishda. maqsad. Da. Nima deb o'ylaysiz, bu mentorlarning o'ziga ham trader sifatida yordam beradimi o'quvchilarga dars berish, sizlarga qanaqadir doimiy ravishda update deydimi, nima deydi? Rivojlanish uchun qanaqadir jihatlari bormi buni ham mentorlikni, dars berishni? Albatta bor, chunki mentor sifatida dars bergan paytimizda siz aytgandek har bitta darsdan nimadir yangi kelib chiqadi-da. Ya'ni menda shunaqangi odat bor, to есть bitta kitobni bir marta o'qib chiqmayman-da. Bir marta o'qib chiqaman, u yerdan nimadir ma'no chiqadi. Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi marta o'qib chiqqan paytimda уже yana boshqa narsa. Ya'ni boshqa rakurslardan, boshqa anaqadan ko'rishni boshlayman. Darslar jarayoni ham xuddi shunaqa. Ya'ni o'zim ishlatadigan elementlarni, o'zim tajribamni o'quvchilarga o'rgataman va o'rgatgan paytimda o'zim energiya beryapman, ulardan ham qanaqadir narsa olsa bilar. Ya'ni mustahkamlab bo'ladi demoqchiman. Zo'r. Endi xuddi mana shu narsani, mana masalan dars beryapsiz, mentorsiz, bozorda har kuni savdo qilasizda, real tajriba bor tradersiz. Men bilaman, juda ko'p eshitganman. Shunaqa mentorlar bor. O'zi real shot boshqarmasligi mumkin, aktiv trade qilmasligi mumkin, lekin tradingdan dars berishadi. Nima deb o'ylaysiz, bu real bozorda trade qilib dars berishni darsligiga qanaqadir foydalari yoki ta'siri bormi? Albatta bor. Hop, aytganimdek o'sha qiziqishim birinchi Buxorodagi o'sha bitta treyderga bo'lgan. O'shanda siz aytgandek dars o'tish bo'yicha bor, tajribasi bor, qanaqadir mislda bor, lekin siz aytgandek real savdo qilmaydi-da. To есть bilim beradi, lekin o'zi o'sha narsani sinab ko'rmaydi. Va o'sha paytda bitta narsaga amin bo'lganmanki, ya'ni bu joyni tanlaganim bir qanaqadir desam bir hayotdagi omadi bo'ladi kerak kishini. Bu o'ylashim bo'yicha bittasini ishlatganman. Sababi hozir biz shu o'rindamiz, ya'ni hali tizimda ketyapmiz. Ya'ni biz o'sib update bo'lib ketyapmiz, lekin o'sha paytda qiziqqan insonlarim hozir bilmadim. Ular O'zbekistonda yo'q, deysiz. Ular O'zbekistonda chiqib ketgan yoki qamalgan, deysiz, bilmadim. Tradingdagi shu paytgacha o'zingiz ayta oladigan eng katta yutug'ingiz va eng katta darsingiz nima bo'lgan? Aynan tradingdanmi? Aynan tradingdan. Trading menga shunaqangi narsani bergan, to есть bu faqatgina soha emas. Ya'ni tradingga kirib kelgan inson asosan o'zidagi kamchiliklarni asta-sekin ko'rishni boshlaydi. Ya'ni insonda qanaqangi kamchilik bor, siz emotsionalmi, misol uchun qo'rqoqmisiz, boshqa. Aynan shuni tuzatishga yordam bergan men. Ya'ni o'zimni ya'ni shaxsiyatni rivojlantirishga yordam bergan. Ya'ni o'sha paytda deylik boshida hayajon bo'lgan yoki qo'rquv bo'lgan. Ya'ni yo'qotib qo'ysam nima bo'ladi, boshqa. Mana bu narsalar asta-sekin aynan trading yordam berganki, bu narsalarni chiqarib tashlash va real hayotda ham shu narsalarni qo'llab bilish. Aynan qanday desam, jiddiylikni aynan rivojlantirgan bu. Shakllantirgan deysiz. Zo'r. Eng katta darsingiz nima bo'lgan? Eng katta dars. Taqqa anaqa bosh uriladi-yu odamlarni nimadir o'rganadi. Tradingda shunaqangi narsani menga o'rgatganki, to есть aka Abdurahmonda bu narsa aytilgan. Menga aytdilarki, to есть hozir misol uchun minusdamisan yoki endi stabil trading degani, stabil trader ham aynan dunyodagi 95% traderlar lossda 5% plusda yuradi. Ya'ni ular ham demoqchiman, stop loss qabul qilib turadi-da. O'sha paytda ko'plab stop loss bo'lganda boshqa o'sha paytda bitta tavsiya berganlar. Ya'ni to'g'ri, bu stop loss normal, ya'ni jarayonning bir qismi, lekin sen hozir nimadir minusdasan yoki boshqa, bu seni minusingga emas, navorot plusingga ishlaydi. Ya'ni shunaqangi fikr chiqargan undan yo'qotishdan qo'rqmayapti. Nimadir yo'qotasan, nimadir topasan. Shu tomonlarini bering. Avaz aka, mana sizni общий hisoblaganda masalan necha yillik tajribangiz bo'ldi hozir shu paytgacha tradingda? 3 yillik, 3 yil bo'lib qoladi. Men o'ylayman, bu muddat yetarli, kimgadir masalan yoningizga tasavvur qiling, kimdir keldi, Avaz aka, men tradingni o'rganmoqchiman. Noldan siz ularga bergan birinchi maslahatingiz nima bo'lardi? Ko'plab o'quvchilar shunday keladi, ya'ni sizda shuncha vaqtda natija bo'lgan, bizda deyarli qanchada bo'ladi. Deylik, men ham 1 yil, 1,5 yil, 2 yillarda o'qish kelib qolganda, ya'ni o'sha professional stabil trading o'tgan paytimda ularga shunaqa aytaman. Ya'ni Sardor akada o'rganish uchun, to есть 3 yil yoki 4 yil vaqt ketib qoldi. Ya'ni bu tizimni shakllantirish, shogird shakllantirish uchun shuncha vaqt ketdi. Bizda nisbatan tezroq keldi. Chunki bizda o'sha baza bor.
Ya'ni Sardor aka qayer to'g'ri, qayer xato, уже o'rgatib ketdilar, ancha tezroq bo'ldi. Men aytaman, biz уже yangi tizimga o'tdik, ya'ni sizlarda bu yanada tezroq bo'lishi mumkin. Ya'ni deylik bizga 2 yil ketgan bo'lsa, sizlarga 1 yilda ham bo'lishi mumkin. Faqat biz aytgan yo'l bilan harakat qilsa. Biz o'sha narsaga javob beramiz. Juda ham zo'r. Demak, bu o'sha mavjud tizim doimiy ravishda to'ldirilib, masalan, tezroq natijaga olib chiqadigani qilib doimiy ravishda yangilanib boradi. Juda ham zo'r. Ajoyib, ajoyib. Demak, maslahatingiz nima bo'ladi ularga? Maslahatim tradingga kirmoqchiman. Ya'ni trading ham hammaga emas. Ya'ni kimdadir xarakter to'g'ri keladi, kimdadir yo'q. Ya'ni bu soha demoqchiman sabrlilar uchun. Ya'ni qachonki sabr qilsangiz, siz bozorda boshqariladigan ikkita narsa bor-da. Birinchisi risk, ikkinchisi pulingiz. Tamam, undan boshqa hech narsa boshqarib bo'lmaydi. Ikkinchi o'rinda mana shu sabr. Agar mana shu sabr dosh berib, ya'ni darrov 6 oydan keyin o'qishni tugatib, darrov professional bo'laman, boshqa ya'ni soxta xayollar qo'ymasdan, aniq maqsad bilan ishlasa, o'ylaymanki natija tezroq keladi. Juda ham zo'r, juda ham zo'r. Bo'ldi, yakunlaymiz. Rahmat sizga, Avaz aka. Rahmat sizga.